mana qo'limdagi palma yog'i haqida kimgadir gapirsam, tavsiya qilsam, darrov odamlarda noto'g'ri negativ tushuncha paydo bo'lgan. Palma yog'i bu juda ham arzon bo'lgan, margarinlarga solinadigan, tranjiri bor yog' hisoblanadi deb odamlarda noto'g'ri tushuncha paydo bo'lgan. To'g'ri, ular aytayotgan palma yog'lari boshqacha navli palma yog'lar, lekin mani qo'limdagi palma yog'i juda ham vitaminlarga boy bo'lgan. Qizil palma daraxtini mevasini yumshoq joyidan olingan, sovuq siqmasi birinchi холодный отжим deyiladi. Vitaminlarga juda ham boy bo'lgan va bu mahsulot butun dunyodagi sertifikatlardan o'tgan. Biz Malayziyadan to'g'ri Toshkentga keladi. O'rta Osiyo bo'yicha distribyutorligini Gavhar Talipovna yo'lga qo'yganlar, distribyutorligini olganlar. Qo'rqmasdan bu mahsulotni iste'mol qilib kelyapmiz va bemalol yaqinlarimizga ham tavsiya qilib, bemalol iste'mol qilishingiz mumkin.